Bugun jami 5 hikoya bor. Endi birinchi hikoya o'rtoqlashgan to'rdoshimiz yo'ldoshi bilan ayrim ikki shaharda turdi ekanda, xizmat sababidan to'g'ri ikkisi ikki yerda bo'lib qoldi ekan. 9 yil o'tdi to'y qilg'ili. Hozirmi shundaqroq ekanda endi. Arlab keladi ekan, lekin jiq bila turmaydi ekan. Shunga bu to'rdosh endi jiq vaqtlarda o'zi yolg'iz turib qoldi ekan. Shu yolg'iz turish jarayonida to'g'ri shu qor besib, shunda yomon tushlarni ko'rib bir ishlar bo'ladi ekanda, boshlangan vaqtdan boshlab. Shu beshida ishda bo'pti, endi qor besish, yomon tush ko'rish deganlar normal ahvollar, odam charchab qolsa, erib ketgan vaqtida ishda bo'ladi. Bu to'rdoshmi ashta deb o'ylabdi. Keyin yana yarim yildek o'tgandan keyin ovoz anglanishga boshlanibdi-da, shu abayqi jamin deganga o'xshash. Bu yerdan ovozlar anglanadigan bo'libdi. Shunda bu to'rdoshma qo'rqmaydigan to'rdoshga ovozlar anglangan vaqtda vaqirabdi-da, yo'qol, nim bor mening uyimda sava, bu deb bir tillab qilibdi. Bu hamda uzoqning cho'lam deb qo'ydi-ku, ko'rsanglar ko'rmas qilsanglar, ovozni anglasanglar anglamas qilsanglar, nazardan saqit qilsanglar bo'ldi deb cho'lar shunda deydi. Lekin ma to'rdosh tillab qo'ydi-da. Shu tillab qo'ygandan keyin u texmi hadi deyishib endi. Rasmiy shu ancha-muncha ko'zning quyruqlari ko'rinib qoldigan, bu yoq manganlari, bu yoq o'tib ketganlari bo'ldigan. Andan keyin telefon o'ynab yotsa, shu yotgan yigit telefon o'ynab yotsa, to'g'ri. Tala yotgan ichi qo'lini tiqib, putini tutib olgan. Ashundaq taraqqiy ketdi-da. Andan keyin yo'ldosh qaytib kelsa, bu to'rdoshning hech qanday qilmaydi, ko'rinmaydi ekan. Ammo yo'ldoshi uxlayolmaydi ekanda. Kecha shu gelimni bir nima siqdi deb qor besib chiqar ekan. Shuning bilan bu to'rdosh ham o'zi yolg'izlikda yashagandan keyin Moskva vaqtlarga kelibdi. Yo'ldoshi boshqa yerda bo'lgandan keyin opasining uyiga ketibdi-da, agar bunday uzunroq turish to'g'ri kelsa, opamniki turay deb shu opasinikiga ketibdi. Shu opasinikiga ketgan 20 kundek turibdi. Bir xil vujudimdan o'zimning uyiga ketgisi keldi dedi. Opamni turg'im kelmaydi. Hatto gelimdan tomoq o'tmaydi dedi. Hech qanday ishdaymi yo'q. Tomoq yegim kelmaydi. Uyga ketsammi deb bir nima men uyga ketishga majburlayotgandek ashta bo'lib ketdim. Shuning bilan bu faqat bo'lmadi deb opamlarni ansirab oxiri bir ayol ekan, shu ayolning opiribdi-da, "Mustaq bo'ldi, mustaq uyga ketma" deb. O'zim uxlaydigan ishda bo'lib qopti deb desa, u ayol ko'rib, endi mustaq jiq odamlar yolg'iz turgan vaqtida mustaq endi bir hamroh paydo bo'lib qoldi. Sizning yoningizda shundaq paydo bo'lib qopti. Uning ustiga siz uni tillab qo'yibsiz, xafa bo'lib ranjitib qo'yibsiz. U yana sizga endi jiq yomonlik qilmabdi, lekin bundoq bo'lavermas bo'lmaydi. Cho'ng bir og'rib qolishingiz mumkin. Shu sababli badaningiz ojizlab ketadi. Vaqtida amal qilayli debdi. Bo'ldi bir amallar qilmabdi, lekin yana ancha foydasi bo'lmabdi-da. Shu rost degandek ojizlab doktorxonaga kirib qopti. Cho'ng bir og'rib doktorxonaga kirib qopti. Shu doktorxonada yotgan vaqtda endi qanday bo'lganmi, o'zining cho'nglarimi, yo'ldoshining cho'nglarimi hech kim yeniga endi yo'q ekanda bir kuni ashtaq bo'lib qopti endi. Boshqacha qaraydi-ki, shu bir kun shunda bo'lib qopti ekan bu qiz. Shunda ko'ngli yerim bo'libdi-da, qarasa atrofida boshqa karavotda yotgan bemorlarning hammasida odamlar bor, bu qiz shunda yolg'iz yotib ketgan. Shu yerda shunda bir ko'ngli buzilibdi. Buzilib shu endi ko'zni yumib, ko'zlaridan yosh chiqib, ajab yolg'iz qoldim. Opam meni qilmabdi, izlamabdi, yinim kelmidi, yo'ldoshim kelmidi, uni kelmidi, buni kelmidi deb o'ylab, yolg'izlik his qilayotgan vaqtida tuyuqsiz shu uydan ancha-muncha ko'rinib qolgan yiliq soya. Shu eshikni mustal ichib kirib, yugurib, oldiga kelib bu qizni chingib quchoqlabdi-da. Endi u bir qor bosgandek yoki tushgandek ishga, tush ko'rgandek. Shu quchoqlayib, qulqini yeniga kelib, "Ko'nglimni yerim qilma, men sana hamroh bo'lyapman, men yeningda" deb oshta debdi. Shunda bu qiz endi qo'rqib ketibdi-da, tushidan cho'chib uyg'onib, chiqirib uyg'onib ketsa, yendiki bemorlar ular bu qizdanmi o'ta qo'rqib ketgan, "Nima bo'ldi" desa, "Usta bo'ldi" deb bu qiz gapirdi-da. Ularmi shunda biz qarab tursak, eshik bekordan-bekor taraqliq ichilib ketdi. Biz shamol o'xshaydi debdimiz, og'zisiz chirqirab ketdingiz deb.
u bemorlarni qo'rq ketibdi. Shu bilan bu qizning kesilimi bara-bara yaxshi bo'libdi. Uyiga qaytib ketdi. Endi hozirgacha endi xeyli bir vaqtlargacha ashta bo'lib, ancha-muncha ko'rinib, yo'ldashga ashta chiq qilgandek bo'lib, xafa bo'lib, yo'ldashini uxlatmay, lekin yo'ldash kelsa endi yo'ldashni uxlatmayotgan anki bu qizga yaqin kelib ko'rinmayotganda eshikni tashidan bundoq qarab turdi-ki, ammo yo'ldashi shu meni qarabosdi deb shundoq deydi-ki, shundoq g'alati ishga bu. Mana shuni so'zlab turibdi-ki, sizlarga o'rtoqlashdim. Endi ikkinchi hikoya yana bir to'rdishimiz. Bu to'rdishimizmi qizga kichik vaqtlarga 6-7, 8-9 yosh yosh qilib kichik vaqtlarga. Bir kuni kechda uxlayotsa, endi singlisi bor ekanda o'zini. Shu singlisini shunda qar bosgandek bo'lib, injiqlab qiynalib ketdi. Shuning bilan singlimni qar bosyotdi deb bu qiz uyg'onib, singlisining qo'lini tutib silkib uyg'otib yetay desam, tomdilla opasining ovozi chiqibdi. Tomdilla chiqdi dedi. Opasi uydimi emaskan, bo'lmasa boshqa uyda ekan. Baş tomdilla opamning ovozida. Nim qilsa, uyg'otmay uni, nim qilsa uni uyg'otib deb opasining ovozi olinibdi. Shunda bu qiz "Men singlimni qar bosib ketib bordi, uyg'otib yetay opa" desa, "Uyg'otma bo'ldi, uxla" deb boshqa xafa ketdi. Qanday qilib deb bu qiz uyg'otmay uxlab qolibdi. Ertasi qopib opasiga gapiribdi-da, "Opa, oqshom o'taq singlimni uyg'otib yetay desam, siz ashta dedingizmi? Men tomdan anglangandek anglamdi ovozingiz" desa, "Voy yo'q, men uxlayman. Unda yaqinmidim" debdi. Shuning bilan bu ish shunda o'tib ketibdi. Anki yana ozroq o'tgandan keyin bir kun dadisi tog' to'xusi deb bir to'xu akapti-da. Bular o to'xuni qo'rib to'panchalarni qilib yegan bo'pti. Endi bu qiz shuni yeb, men uyimda kino ko'rgash yeyman deb shuni akiryapti-da uyiga. Akirib kinoni ko'rib, o to'xuni yeb, kech kirganda endi uni ochiq etishni unutib qilib, shu televizorning ustiga qo'yib unutib qolibdi-da, shu bo'yicha uxlab qolibdi. Shu kechada bir chog'da uxlayotsa, bu qizning qulqiga bir qilgan bir ovoz oldi-da, bir nima yalagandek. Voy bu nima mushuk kirib oldimi deb ko'zini ochibdi, qarasa, oydinga deydi. Uyga nur tushib turibdi-ki. Osh denishida bir ayol chosh degan shunda uzun ustiga bunda paranjidek bir narsa otib olgan oppoq chosh shunda uzun lekin yuzlari budir chibarqutdek ashtaq bir sert bir ayol shu televizorda qo'liga yeb qo'yib qo'ygan so'yakni ilib shu toz yalab aytibdi-ki. Oshni ko'rib chaqirib ketdi, uydagilarni kiribdi. Angacha u ayolni yo'q, men bo'lsa mushtaq ko'rdim desa, voy xiyoliy tuyg'u o'xshaydi, xato ko'rib qolgan o'xshaysiz debdi. Bu qizning kallasidan hozirgacha shu ko'rinish chiqmaydi-ki. Endi 3-chi hikoyani menga deb bergili xili bo'lgan. Shu chog'da so'zlamabdi ekanman. Hozirgacha esimdan chiqmadi bu hikoya. Shuni so'zlab beray. Bu deb bergan to'rdosh o'zi o'g'ilga to'y qilmagan vaqtlarga doim tush ko'rgan vaqtida shu to'y yeshiga yetib qolgan vaqtga bo'lsa bir qizni tushaydi ekanda, bu qizning bo'ylari shular egiz, chechining oldinda tushib turadigan, kesib olgan lo'xaysi bor. Shunday bir qiz ekanda, mush qizni bu bola endi 3 yil vaqtda tushyapti-da, 3-4 yil. Bir haftada bir, yolg'iz bir oyda bir ish qilib boli bor deydi. Ashta qizni tushayman. Keyin shuning bilan amaliyotda bir qiz bilan tanishib qoldim deydi. O qizning bo'yi egiz ekan. Ammo chiroyi ancha o'xshamayotgan-da. Shunday shu qiz bilan yuribdi, muhabbatlashibdi. Shu muhabbatlashgandan keyin endi to'y qilaylik deb to'y qilibdi. To'y qilib uylarni tutib bir 2 yil bo'lganda bir kuni bu ayoli tuyuqsiz qanday olgan, satrashxonaga kirib chechimni o'shdimi deb chechinashda lo'xay kestirib boshdan chiqibdi-da. Shu mandala qarasa, yana tushidagi qizga o'xshash qopti. Bu bol shunday bir hayron qopti. Shu kundan boshlab endi u tushidagi yiliq qizmi tushi kirmas o'tdi. Shu o'zining ayoli tushidagi qizga o'xshash qopti-da. Shuni degan vaqtda ostiga yozib qo'yibdi-ki, hozir mana gaplarni deyaptimi, ayolim menim deyatdi. Surib yozib qoldi deb shunday debdi-ki. Endi kimligini deb o'tirishning hojati yo'q. Shunga shu chog'da so'zlamabdi ekan. Men hozir kallamda faqat chiqmabdi hikoya. Shuni so'zlab qo'ydim.